Hurmatli treyderlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan The Capital YouTube kanali. Bugungi videomizda, navbatdagi videomizda Nasdaq uchun qanaqa harakat qildi, qanaqa zonalardan reaksiya oldi va keyingi Nasdaq harakatini tahlil qilamiz. Texnik tarafdan, fundamental tarafdan umumiy tahlil bo'ladi Nasdaq uchun. Nasdaq harakatini ko'rayotgan bo'lsak, hozirgi holatda Nasdaq rangedan chiqib oldi. Ya'ni umumiy mana bu holatda ko'rayotgan bo'lsa, biz 5 fevraldan buyon shakllangan high va low'lar orasida narx siqilib qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu holatda yuqoridan harakatini qarasak, 10-dekabr kuni shakllangan high'i bu yoqda 28-yanvar kuni high yangiladi. Shu holatda S&P 500 bu high'ni yangilolmagan. Keyinchalik o'zi Nasdaq berilgan o'sha liquidity qatnashgan FVga IFV sifatida ishlagan. Pastroqdagi volume balansimiz o'sha liquidity qatnashgan volume balansimiz sell side yetishda qatnashdi va o'sha volume balans narxi keyin kelganda reaksiyasiga sabab bo'ldi va o'sha shakllangan volume balans FVdan shakllangan yuqoriga volume balansga reaksiyasini berdi va o'sha volume balansga berilgan high'imiz haligacha o'sha joyda amalda. Keyinchalik ko'rayotgan bo'lsak, hozirgi oxirgi harakatlardan biri 12-mart kuni shakllangan daily time frame'dagi FV'imiz. Aktual holatda bizada narx mana bu kunda, ya'ni seshanba kuni shakllangan high chorshanba kuni yangiladi va keyinchalik chorshanba, payshanba, juma kunlari 3 kun bizada bearish trend, bearish harakat kuzatildi va buni nimaga qaratilgandi? Ushbu harakat bizada o'tgan haftani low nuqtasiga, ya'ni mana bu nuqtaga umumiy hujum bo'ldi va o'tgan haftani sell side'iga qaragan, sell side'iga yo'naltirilgan harakat amalga oshirildi bizada. Va undan keyin bizada ko'rayotgan harakatimiz bo'lishi kerak bo'lgan harakat, bundan keyingisi bu yoqdagi sell side'imiz yangilandi, ya'ni noyabr oyini sell side yangilandi. Ko'rayotgan bo'lsak, mana bu joyda bizada sell side yangilangan, ya'ni 20-avgust kuni shakllangan sell side'imizni 2-sentyabr kuni yangilagan. Bu jarayonda hozir nima holat? Retail traderlar shu holatdagi sell side yangilanganini hisobiga keyingi sell side yangilanmaydi degan holatda mana bu joyda fake breakout bilan, ya'ni fake harakat bilan retail traderlarni chalg'itish maqsadida bu yoqda ozroq bullish harakat kuzatiladi. U qayergacha kuzatiladi? Bullish harakat qayergacha kuzatilishi mumkin? Bizada daily time frame'da kuzatadigan bo'lsak, ko'rayotgan holatimiz bo'yicha yaqinlashtiraman o'sha harakatni qayergacha bo'lishi mumkin? Bizada o'sha sell side'imiz yechilgandan keyin pastda sell side yechilgan holat bo'yicha mana bu joyda bizada order blokimiz bor. Ya'ni daily time frame'dagi har qanday PDR bilasizlar, bozorga kuchli ta'sir qiladi. Bu joyda order blokimiz bor va order blok ustida bo'lsa, premium zonada, premium zona pastda, discount zonamizda fair value gap bor. Ya'ni buni kattalashtiradigan bo'lsam, ko'rinar ko'rinmas holatda ana o'sha fair value gap. Bu fair value gap bozor chiqish ehtimoli katta. Sababi mana bu high'ni yangilab, ya'ni haftalik high shakllantirish uchun chiqish kerak yoki shu jarayonda agar SMT bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar bozorda all time high va all time low'larda all time low qanaqa? Bu yoqda grafik ishlatadigan bo'lsak, biz grafikni bundoq teskari qilib tasavvur qiladigan bo'lsak, bu harakat bizaga all time high bo'ladi. All time high'ga yaqin harakat, o'shani hisobiga biz mana bu joydagi all time high'ni premium week'ini ishlatishimiz mumkin. Endi hozir buni Fibonacci'ni qanaqa ishlatishni ko'rsataman. Bu yoqda -1, -2,5, birlarni o'chiramiz va 0.75, 0.5, 0.25 zonalarini qoldiramiz va o'sha vikimizni, ya'ni 0 va 1 nuqtalarini ham qo'shamiz aniqroq ko'rinishi uchun.
Mana bizada o'sha premium vik shakllangan, ya'ni oldingi holatdagi bundan oldin yopilgan svechamizni manipulation qilish uchun tushgan vikimiz keyingi kunda bizaga agar mana bu PDRlarimiz ishlab bermaydigan bo'lsa, bularga qo'shimcha ravishda FVG va order blokimizga qo'shimcha ravishda bu yoqda mana shu vikni ham ishlatishimiz mumkin. Endi men kutayotgan tahlil birinchi bo'lib mana bu FVG, ya'ni o'zi svechani o'zi pastda ochiladi, baribir shu joyda ochiladigan bo'lsa, birinchi manipulation harakat bilan yuqoriga chiqadi. Ya'ni mana bu bozor FVGlarni yomon ko'radi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu harakatlarda ham FVG shakllantirgan va FVGni juda tezda to'ldirgan yoki FVG shakllantirmagan shuncha vaqtdan buyon. Shakllantirgan FVGsini ham tezda to'ldirib ketadi. Endi o'sha narsalarni inobatga olgan holatda order flow'imiz berishga o'zgarganini inobatga olib, oxirgi shakllangan bizaga javobsiz qolgan PDRlarni inobatga olib, mana bu PDHlarimiz aktual bizada. Agar PDHda SMT bo'ladigan bo'lsa, order block, premium wick va yuqoridagi fair value gap. Xo'p, endi undan tasdiq olib qayergacha tushishimiz mumkin deyiladigan bo'lsa, o'sha retail traderlarimiz mana bitta bizada hozir sell side yangilangan. Endi bu sell side'ga tushmaydi deb o'ylayotgan bo'lsa, yo'q. Yaqqol ko'rinib turgan eng yaqin bo'lgan sell side bizada mana bu nuqta, ya'ni 23481 nuqtasi. 23481 bizaga yaqin nuqta, ya'ni 500-600 dollarlik harakat. Men o'sha nuqtaga tushishini kutyapman, chunki hozir Amerikada siyosiy holat yaxshi emas. Inflyatsiya darajasi yuqori. Bularni inobatga olib, Amerikadagi top 100 ta kompaniyalar aksiyalarining o'rtacha qiymati bo'lgan Nasdaq bu fonda bu tushishdan keyin to'g'ridan to'g'ri ko'tarilish juda qiyin. Chunki u yoqdagi Amerikadagi kompaniyalarni bergan hujjatlari, ya'ni daromad, ishchilari, hammasi umumiy statistikasi salbiy chiqdi Amerikada. Ular yaxshilashga harakat qilishyapti, lekin hali yaxshilangani yo'q. Umumiy top kompaniyalarda, kichik kompaniyalar yaxshilanyapti. O'shani inobatga olgan holatda bu fundamental tahlil. Endi texnik tahlilga qaraydigan bo'lsak, o'sha mana shu sell side yangilanganligi bizaga yana bitta sell side qoldirgan bozor o'ziga equal low deyiladi. Mana bu birlashtiradigan bo'lsak, mana shu ikkalasini equal low'imiz shakllangan bu yoqda bizada. Buni o'chiramiz. Equal low, ikkita bir-biriga yaqin low'lar, bular fundamental tarafdan ham o'zi keyingi kelish uchun shakllantirilgan hisoblanadi va Nasdaq shu holatda tahlilim bo'yicha daily time frame'da ko'rib chiqqanimiz bo'yicha mana shu berilgan PDRlarga chiqishi bizaga muhim, chunki yuqorida all time high'da SMT'miz bor. O'sha SMT bizaga mana ko'rinib turgan o'sha market maker sell modelini oxirgi fazasida qatnashishimizga imkoniyat berishi mumkin. Shu PDRlarga e'tiborli bo'lishingizni so'rayman. Agar bozorda qanaqadir yana yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, fundamental va texnik tarafdan keyingi videolarda sizlarni xabardor qilishga harakat qilaman.